Akalar, buni farazini ko'ryapsizlar, jingichkan mo'shin, qaro mo'shin, vapshim bir tarafini aytaymi? Bu to'rburchak mo'shin, unaqa ham to'rburchak mo'shin to'g'maydilar. Ichiga tizlorchalari ham bor, jumong ham ko'rsalaring bo'ladi. Vapshim jinni. Kim olayotgan bo'lsa, polni terib qilaringlar. Lekin quruq olib ketadilar, bunacha mo'shin ololmaydilar. Juma aka qaro mo'shinni sotyaptimi? Xo'ja aka. Mo'shiningizda Juma aka sotaveradi. Mayli-da, sotsin-da, ishimiz sotish-ku. U kishi sotgan pulga smichka ham bermaydi. Jamchalik bo'lsa kerak, yuring qani? Yuring. Akalar, mo'shinning kattaligini ko'ryapsizlarmi? Uzunligini ag'idan adoqgacha bo'lguncha tangatib ketadi. Juma aka, siz nima qilyapsiz bu yerga? Voy gunohga, turjoq bu ko'zimga ko'rib bir tep uchirib beraman ekan. Juma, bu mo'shinni o'zi necha pulga sotyapsan? Men senga sot dedim, narxini aytmadim-ku. O'q pulga sotyapman, bir pachka o'q pul olib ketib sotaman sizga. O'q pulni ko'k pul qilishda iloji yo'qmi? Yo'q aka, bo'lmaydi. Nima qilamiz? Fu, mana o'q pulga sotasan. Turjoq bo'lib bir tep uchirib beraman ekan. Mana sakraysan. Mana shu yerdan sakrayman, agar sakrolmasam o'timni gunomcha qo'yaman. Gunomcha, bo'ying ham yetmaydi, oyog'ing ham yetmaydi. Yarra, sakraysan, yarra. Pinnilarim o'ryapti, qo'llarim o'ryapti. Gunomchaga shu ham kam, battarmi bu kuningdan? Bobochi, ko'manga labasa qilma. Miyamga chiqsin. O'zim bilaman seni. Mana qilasan. Shu xo'jaxon sizga nima qildi? Jumona aka urdilar. Boshimga tepdilar. Menga qara shu xo'jaxon. Agar yana senga lamas chiqsa menga gazini beraman, tushundingmi? Usta bo'lmasa men u ustaxona borib ishlay, o'ldirib qo'ymasinlar. Bilim, sen gunohga qarab tursan, jo'raga urdirdim, bu yalg'on gapir. Gazini bermasam, o'timiz bor. Tatu bilan bekor pekorim bilan yoqib beraman. Bilim. Mana qilasan. Do'konga o'zim bilaman seni qanday o'qita olish. Senin gunohga qarab tursan, sabzi kelman, mana shu yerni qo'ymayman. Mana sen. Voy. Gunohga bu dedimmi? Bunaning. Vaqtay! Qaynoqsa bir kuydiradi, unani ko'rasan. Bunaning gunohga. Tez yuving, tez. Bunaning gunohga bu chiqmaqaku. Qo'limga jittami? Mana jittasan. Biza ko'p gapirmaymiz, natija ko'rsatamiz. Kesakda alov chiqdi, gunohdan joni chiqdi. Mayinga 8 salaga qildi. 17 ta odam ko'rmasa hisob emas. Ya, o hayotga ko'p telefon o'ynama. Nega bayt tugab qoladi? Akalar, Jumanazar akam yamaga tushib ketdi. Agar mana shu video 10 mingta like yig'sa, kim qutqara olamiz? Qani akalar, bo'lsamiz. Assalomu alaykum Mustafa, sizdan intervyu olgan keldik. Hozirgi kunda dunyoyimizda portlashlar, urushlar sodir bo'lyapti. Bunga nima sababdan bo'lyapti deb o'ylaysiz? Nima sabab? Yine annemga Juma sen kecha ishga kelmading. Sen portlatdingmi? Sirqilib. Gunomcha shunda kaydi, tiyinmasam ham urdi deyaydi. Shaytonlar qo'chaydi, jo'ram keyin meni uraydi. Oldinlar zo'r bo'laydi, gunomni ursam jo'ram kelaydi. Doddilar ketaydi, o'zingdan mayda urma deyaydi. Eslayman shu vaqtlarda yotgan joyimga gazlab ketaydi. Tiyinmasam ham shantaj qilaydi, jiddaman desam tufmana deyaydi. Shu gunoncha qo'rqib qo'ymoqchi, meni qo'shmoqchi, shogirdlar aytmoqchi, lekin baribir tushardim befoyda qochish, foydasi jo'ramga dardimni aytish. Yura, ekarga o'pgan haydabsan-da, ishda. Men haydagan emas, u akasini oldiga ketdi. Ko'rib kelmaymizmi? O'lay agar ular ko'k emas. Nimaga? Qara bittasi qaro, bittasi sariq. Qanday ko'k bo'ladi? Aka bu yerga nima ish qilasiz? Bular aka o'xshayapti-ku. Qayga o'xshayapti?
Qara ko'rsam ginomcha-ku. Juma aka, biz oddiy ginomcha demang. Agar miyamga chiqsangiz, istaatlaringizda tomir-pomirdan sug'ura olaman. Ye, men sizni tanidim. Ukam aytgan edi. Gulmanazar kesak sizmisiz? Voy, sen meni kelsaydingmi? O'zi ikkita ginomchani jitdaman, tushundingmi? Tuf, mana ikkitasi.